Makkan ichidan qovun topdim deydi. Qovun ekkandim. Masalan, urug'lar tushgan ekanda. Mana tomonlar past bo'lib qo'ygandi. Temasini yetib oldi. Ana xohlasa dumlarni ham pishirib mazza qilib yeyapmiz. Hozir chanqab qo'ygan ekan, suvoryapmiz. Endi shu oxirgi sug'orishda. Sug'organdan keyin bo'ldi shu bilan. Pishadi. Yer kuchligidan o'ta o'sib ketib qoldi. Mana 4 metr bo'lib ketdi-yu. 2 metr bo'ladi deyishadi bu. Mana Ashlar pishdi hozir mana shu dumlar. Engashgani borgan emas, pishgan mana shular. Pishgan mana. Sen ochib ko'raymi? Sochingdan seni. Dumbil. Ana. Hozirasi yeydigan bo'lganda tursa sut. Stok ketyapti. Bunu suvga qaynatib yeyish kerak. Vitaminga boy dumbil. Pulpunaylar mana. Pulpunaylardan bir yil biyarmon yediga o'zim. O't bosib ketdi. Endi hozir o't tozalaydigan bo'lsangiz, pulpunaylar uzilib ketib qolyapti. Chunki pulpunaylarda ko'chat qiladigan payt bo'lib qoldi-da. Uzumlar mana. Yangi ekkalar mana shoxlab chiqdi. Mana ba'ziga top qo'ysa, bunday qilib qontay deydi. Qontay qo'yish kerak. O'zi yaxshimisizlar? Tanjonlaringiz sog', mehnat tagi rohat deydi. Mana mehnat qilib akalarni sug'oryapmiz. Dumbilagan kelinglar. Sog' bo'linglar.